Bundan keyin sago todufu yeyingiz kep ketsa, menga o'xshash etib sinab beqing. Ochiq chuchukkan bazarnikidan bak yeyishlik. Yazma kep qoldi, yayim tijorat qildiganlar va oshxona ochadiganlarga intayin tushidi. Tanarxi tuvan foydasi ko'p turlarning biri. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval Sinjang samsaq sompiyazni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'ri olamiz. Undan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan xogo materiallardan tofu pi mogolarni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga azroq may qo'yib, may qizgandan keyin Sinjang samsaq sompiyazlarni silib, purqi chiqicha qo'rib olamiz. Undan keyin qizartish uchun uyimiz chanavagan lazım bir qo'shiq silvitimiz. Undan keyin cho'ng ustamning yangidan bozorga silingan oliy darajalik kalmeyni xamasha qilib ishlangan yeshil kalmey xogosi va achchiq tamdagi aralashma xogosidan silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor yeshil kalmey xogosi bo'lsa, yeshil kava uchun asosiy material qilib o'zgacha texnika bilan qo'rib tayyorlangan bo'lib, yemay turib purqi kishini jalb qildi. Achchiq emas, biroq og'izni qoriydigan kava uchun ta'mi bir yegan odamning til-dil qoldi jumu. Undan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan xogo materiallari saykuftalardan silib olamiz. Eng oxirida tofu fintiyonni silib, azroq tuz, achchiq suv qo'yib 2 minut qaynatib iste'mol qilsangiz bo'ldi. Ajoyib yeyishlik ta'mi tilingizdan qoldi. Do'stlar, hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Unidar Nazi 7733 ekran ustida shu. Keşik bazarga manda o'xshatib tudufini sago chiqargan bo'lsangiz, payda turib yeb ketadi-mu. O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz sinab beqing.